Men qada a'ma 40 hatva vecebet aleyhil cennet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, qaysi bir insan deydi, ko'zi ko'rib bo'lgan insonni, ikki ko'zi so'qir bo'lgan insonni 40 qadamga cheyin jetelab qo'ysin. 40 qadam. 40 qadam kimde kim ko'zi ko'rib bo'lgan insonni jetelab 40 qadamga cheyin olib borib qo'ygan bo'lsa, vecebet aleyhil cennet. Al insonga beshga kirib vojib bo'ladi. Niyetiniz o'sha olsun. Peygamberдің hadisi var ekan, kim ko'r insonni 40 qadam jetelese beshga kirib vojib bo'ladi ekan degan hadis to'xtamiz. O'shga ixlos qilamiz. Boshqa maqsadimiz bo'lmasin. O'sha yerda boya odamlarning ko'zini bu bebeshalarga yordam beradigan degan otqa qo'nayin degan maqsad bo'lmasin. Balki niyat bo'lsin birinchi. O'sha niyatni yaxshi qilib turib, o'sha hadisga amal qildi. O'sha sebepten men beshga kirib qolsam qanday edi? Bir ko'r insonni ko'rib turgan bo'lsangiz, ikki ko'z so'qir insonni 40 qadamgacha jetelab qo'yamiz. 40 qadam jetelab qo'yamiz, inshaalloh beshga kirib insonga vojib bo'ladi. 40 qadam kimda kim ko'r insonni jetelab